Kazan shahriga siz ham qulay bo'lgan avtobus reyslarimizda yetib olishni xohlaysizmi? Unda hoziroq ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, batafsil ma'lumot oling. Haftada seshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalining peron qismidan avtobus reyslarimiz safarga jo'nab ketishadi. Bundan tashqari, ikkinchi qavatda avtovokzalning xalqaro yo'nalishlar bo'yicha ofis hamda kassalari mavjud. Biletni ayni damda shu yerdan ham xarid qilishingiz mumkin yoki ekrandagi rossiyskiy hamda o'zbek nomerlarimizga bog'lanib, o'z o'rningizni masofadan turib bron qilib qo'ying. Haftada seshanba, juma kunlari bo'ladi. 50 hamda 60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni o'zlari bilan yo'lovchilarimiz birga olib ketish imkoniyatlari mavjud. Qadrli yurtdoshlar, sizga ham ishonchli biletlar kerak bo'lsa, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Videoni Moskvaga ketishni rejalashtirayotgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.